fasad qismiga ozgina pul tikib, mana shu narsalarni hisobiga idealniy uy qilib olsanglar bo'ladi. Chilonzor Do'mbrobodda joylashgan shunaqa uyimizni obzoriga keldik bugun. 3,5 sotuv yer maydoniga ega. Biz hovli qismida turibmiz. O'sha zeleniy zonalar qilib qo'yishgan, oshxona, yozgi oshxonalarga besetkalar qilib joy qilib qo'yishgan. Bu yoq tarafda bo'lsa, ko'rib turganingizda yozgi oshxonani o'zi joylashgan. Kirganingizda 2-3 ta mashina uchun joy mavjud. Undan tashqari albatta ko'chasida ham joy bor mashina qo'yish uchun. Kirganda o'ng qo'lda shunaqa qo'yish uchun joy. Uyimizni, ya'ni mana shu asosiy binoyimizga 3 ta kirish eshigi mavjud. Birinchi kirish eshigimiz, ikkinchi kirish eshigimiz va mana bu yerda yana bitta kirish eshigimiz mavjud o'rtoqlar. Undan tashqari shunaqa hovlisida ham hojatxonasi mavjud o'rtoqlar. 350 kvadraturaga tushgan. Umumiy o'rinlar soni bo'lsa 3 tani tashkil qiladi. Ya'ni ikkinchi qavat ichiga ham kirib oldik o'rtoqlar. Ko'rib turganinglardek hovlimiz mavjud. Kirganinglarda bu o'sha darvozaxona tarafdan kirish hisoblanadi. Hovlga shunaqa divan kreslolar qo'yib, o'tirish uchun uyutnigina qilib joy qilib qo'yishgan. Chap tarafdan boshlasam, to'g'rida hojatxona, birinchi qavat uchun mo'ljallangan, uni yonida gostinniy, ya'ni mehmonlar uchun mo'ljallangan yotoqxona desa ham bo'ladi. Bu yoq tarafda zal, zalimiz o'zini mebellari bilan sotuvga chiqqan. Bu yoqda ikkinchi qavatga chiqish, podvalga tushish, podval qismini aytib o'tdim. Полноценный podval emas. Bu boya sizlarga aytib o'tgan ikkinchi kirish eshigim uy ichiga va mana bu yerda o'rtoqlar o'zini shunaqa oshxonasi mavjud, kattagina. Bu yoq ham o'tirish uchun joy qilib qo'yishgan. Boya sizlarga aytib o'tgan 3-chi kirish eshigim. Undan tashqari mana shunaqa stroyni mebellar qilib, mebel texnikalari bilan qo'yib qo'yishgan. Xo'p, uyi umumiy kvadraturasi 350 kvadraturani tashkil qiladi. Umumiy xonalar soni bo'lsa, umumiy hisobda 5 tani tashkil qiladi. Ya'ni birinchi qavatda zal, yotoqxona, ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxonamiz, 2 ta garderobni, 2 ta yuvinish xonasi mavjud. Qani, bo'lmasa obzorimizni davom ettiramiz. O'rtoqlar, ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Ikkinchi qavatga chiqqaningizda to'g'rida shunaqa kattagina hovlga ko'zingiz tushadi. Bu hovlimizni ham xuddi pastdagi hovlga o'xshab jihozlab qo'yishingiz mumkin. Endi ikkinchi qavatli xonalar bilan tanishtirib o'tsam. Bu yoqda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini garderobnisi va yuvinish xonasi bilan birgalikda. Albatta mebellari bilan. Bu yoq tarafda yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zini mebellari bilan birgalikda. Bu xonamizning ham garderobnilari mavjud. Bu yoq tarafda bo'lsa, yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, buni ham mebellari mavjud. Va eng oxirgisi bo'lsa, ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan yuvinish xonasi. Umumiy yuvinish xonasi. Eng oxirida ko'rsatib o'tadigan narsam, mana shu xonani xohlasanglar o'zinglar bemalol garderobni qilib yuborsanglar bo'ladi, xohlasanglar prachka qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Bu o'zinglarning xohishingizga bog'liq, конечно. Xo'p, uy to'g'risidagi ma'lumotlarni qaytarib o'tsam, Chilonzor Do'mbrobodda joylashgan 3,5 sotuv yer maydoniga ega bo'lgan, umumiy kvadraturasi 350 kvadraturani tashkil qiladigan, naqd 5 ta xonadan tashkil topgan uyimiz sotuvga chiqdi. Narxini xudo xolisa kelishiladigan joylari bor. To'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar.